Assalomu alaykum hurmatli anglovchilar. Huzuringlarda ustoz Muhammad Yusufning Qur'oni Karim qandoq kitob nomli asari. Yoqtirib anglag'aysizlar. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Mo'jiza va uning turlari. Mo'jiza payg'ambarlarning rostilla Alloh taoloning elchilari ekanligini isbotlashi uchun Alloh taolo tarafidan berilgan dalil, isbot va pokit demakdir. Allah Taala her bir peygamberini yeterlik möcüzeler bilen əvətken. Məsələn, Allah Taala İbrahim aleyhisselam'a ot köymez möcüzesini bəgən. Babıl padişahı Nemrut İbrahim aleyhisselam'ını çoğun bir ot dövüsüge atqanda İbrahim aleyhisselam dəhşətlik ot içinde tursumu, onun nə bədəni, nə terisi köymegen. Musa aleyhisselam'a qolu çıraqdək yanıdığan, hassa əcdirhağa oynadığan möcüzelerini, İsa aleyhisselam'a ölüklerini tirildirdiğan, oq keselni saqaytadigan, tug'mi ko'rning ko'zini ochadigan mo'jizalarni bergan. Bular Qur'oni Karim va boshqa samoviy kitoblarda qayd qilingan. Oxirgi payg'ambar Hazrati Muhammad alayhissalomga nurg'un mo'jizalar berilgan. Uning va burunqi payg'ambarlarning mo'jizalarining ichida alohida farqliq va to qiyomatgacha kuchga ega bo'lgan birdan-bir jonliq mo'jiza Qur'oni Karimdir. Mo'jizalar azaldan har bir davr va jamiyatning sharoitiga qarab, shu vaqtdagi eng taraqqiy qilgan narsaning jinsidan bo'lib, uni besib tushadigan alohida farqli ustunligi bilan kelgan. Mana bu Alloh taoloning payg'ambarlarga mo'jiza ato qilishdagi prinsipidir. Agar bundoq bo'lmaganda, mo'jiza avatishning hech bir ahamiyati bo'lmaydi. Chunki bir fanni bilmagan xalqqa boshqa bir fan bilan doil e'lon qilganning ahamiyati bo'lmaydi. Balki doil ularning taraqqiy qilib eng uchiga chiqqan narsaning jinsidan bo'lgandila, uning qimmati o'ttirga chiqadi. Masalan, Fir'avnning zamonida sehrgarlik intayin zo'r darajada taraqqiy qilganlikdan Alloh taolo shu zamonning taqozzosiga moslashtirgan holda Musa alayhissalomga butun sehrlarni barbod qilib, sehrgarlarni mat qiladigan mo'jiza ato qilgan. Isa alayhissalomning davri tibbiy jihatda zo'r yuksalgan bir davr bo'lganlikdan Alloh taolo Isa alayhissalomga shu davrning eng usti doktorlari saqaytilmagan oq kesal, tug'mi ko'rlikni saqaytadigan, Alloh taoloning izni bilan o'liklarni tirildiradigan mo'jizani ato qilgan. Ammo Hazrati Muhammad alayhissalomning zamoniga kelganda arablarda adabiyot, she'riyat nihoyatda zo'r darajada taraqqiy qilgan edi. Arablar cho'ng kichik hammasi birdek she'r xumor xalq edi. Ular har yili ma'lum bir kunni belgilab, Okaz bozorida butun adiblar va shoirlar mahorat ko'rsatdi. Okaz ayni zamonda shoirlarning she'r so'rniga aylangan edi. Arablarning she'riyatga bunchalik zo'r ahamiyat berishdagi sabablarning biri, bir tarafdan ular qumluq sahrolar va yayloqlarda hayot kechiradigan xalq bo'lg'ashqa, tabiatning har xil manzaralari ularni she'r va g'azallarni aytishga undaydi. Yana bir tarafdan arablarda umumiy birlik bo'lmasdan ular qabilalarga bo'linib, har bir qabila o'zining ortiqchiliklarini she'r va g'azallar orqali ifodalab, faxrlanish va she'r bilan raqiblarini so'kish, hatto bu sababdan bir-biriga qarshi cho'ng urushlarni boshlatish qatorliq muddaolar bilan umr o'tkazadi. Shunga ular stilistikalik, badiiy she'rlarga va talantli shoirlarga zo'r ehtiyojliq edi. Qisqasi ular she'r bilan ko'tariladi, yana she'r bilan tushadi. Ba'zi badiiy she'rlarni Kabiga esish bilan faxrlanadi. Qur'oni Karim mangulik mo'jizadir. Shundoq bir vaziyatda Qur'oni Karim o'zining porloq nuri bilan dunyoga nur chashgan. Badiiylik va adabiylik jihatda eng ustunlikni egallagan holda Alloh taolo tarafidan Hazrati Muhammad alayhissalomga tushirilishi bilan arablarning o'zlarini tili ravon, boshqa millatlarni tili ravon emas deb mag'rurlangan atoqliq adiblari bilan talantli shoirlarni sahnadan tushirdi. Bu ayni vaqtda Qur'oni Karimning jimi arablarga doil e'lon qilishi edi. Ular Qur'onning oldida xuddi tush vaqtida quyoshga tikilib qolgan kishining ko'zi xiralishib qolganidek, aqllari xiralishib, barcha mahoratlarini butunlay yo'qotgan holda gangirab qoldi. Qur'oni Karim jimi arablarga doil e'lon qilganidek, butun insoniyatga doil e'lon qilgan edi. Qur'on bu xususda nurg'unlagan ishlarning bo'ladiganligidan xabar bergan va bu ishlar amaliyotda o'ttirga chiqqan. Masalan, shu vaqtdagi ikki cho'ng imperatorliklardan bo'lgan Rimliklar bilan Eronliklar o'rtasida qattiq urush bo'lib, Eronliklar Rimliklar ustidan g'alaba qiladi. Bu ahvol mushrik arablarni ko'p mamnun va musulmonlarni g'amkin qiladi. Chunki Eronliklar arablarga o'xshash buddist, Rimliklar samoviy diniga, xristian diniga e'tiqod qiladigan xalqlar edi. Shunga mushrik arablar o'zlarining Eronlik dindoshlarining Rimliklar ustidan g'alaba qilganligidan suyunib, musulmonlarning oqibatining Rimliklarga o'xshash bo'lishini tilaydi. Bu ahvol musulmonlarni qattiq g'amkin qilgan edi. Shu vaqtda Qur'oni Karim Rimliklarning keyingi g'alabasidan xabar berib,
Rimliklar yaqin bir joyda yengildi. Ular yengilgandan keyin bir qancha yil ichida yengidi. İlgiri va keyin hamma ish Allohning boshqarishidadir. Bu kunda mu'minlar Allohning bergan yordami bilan xushal bo'ladi. Alloh xohlagan kishiga yordam beradi. U g'olibdir, mu'minlarga nihoyatda mehribondir degan edi. Sura Rum 2-5 oyatlar. Bu xabarni musulmonlar haq va rost deb tasdiq qilishgan arab mushriklari, yahudilar va munofiqlar bu xabarni bu yolg'on va'da, qani ko'rimiz, qaysimizning kutgini amalga oshadi ekan deyishgan edi. Shunda qilib bu ikki firqa Eronliklar bilan Rimliklarning urushini intizorlik bilan kutgan edi. Oradan to'liq 7 yil o'tgandan keyin Rimliklar xuddi Qur'oni Karimning oldin ola xabar berganidek Eronliklarni yengadi. Agar ahvol Qur'oni Karim xabar bergandek bo'lmasdan aksicha bo'lib Rimliklar yengilgan bo'lsa yoki urush yuz bermagan bo'lsa, nima bo'lmoqchi edi? Shaksizki, arablarning Muhammad sallallohu alayhi va sallamni yolg'ondan payg'ambarlik da'vosi qilgan. Shunga gaplari yolg'on chiqdi deb tuhmat qilishi uchun yetarli shart-sharoit hozirlangan bo'ladi. U vaqtda islom dinining asosiy dasturi va Muhammad alayhissalomning rostligini isbotlaydigan eng chong mo'jiza Qur'oni Karim yolg'onga chiqarilgandan keyin ahvol qandoq bo'lmoqchi edi? Ammo bu xabarni berguvchi zot Alloh taolo edi. Chunki 7 yildan keyin bo'ladigan mundaq bir urushning natijasidan xabar berish Muhammad alayhissalomning emas, pishqon tajribalik harbiy qo'mondonlarning qo'ldan keladigan bir ish emas edi. Mo'jizalar odatdan tashqari ishlardir. Payg'ambarlarga berilgan mo'jizalar tabiiy qonuniyatlardan xalqib o'tadigan odatdan tashqari ishlar edi. Masalan, İbrahim alayhissalom butlarga cho'qinadigan bir qavmga avatilgan payg'ambar edi. Shunga ular İbrahim alayhissalomni ko'ydirib jazolamoqchi bo'lganida uni ilohlarining oldiga ib kelgan. Ularning e'tiqodi bo'yicha bo'lganda, ularning ilohlari o'zlariga haqorat qilgan İbrahim alayhissalomni jazolashi va uningdan intiqom olishi kerak edi. Lekin İbrahim alayhissalom o'tga tashlanganda o't o'zining ko'ydirish xususiyatini yo'qotdi. Ularning ilohlari İbrahim alayhissalomdan intiqom olmaganlikdan ularni mat qilib qo'ydi. Shu aniqki, İbrahim alayhissalomning mo'jizasi o'tdan qutulib omon qilish emas, balki o'tning ko'ydirish qonuniyatini bekor qilish orqali ilohlarning jazolashdan ojiz ekanligini isbotlash edi. Agar Alloh taolo İbrahim alayhissalomni o'tdan qutqizishni maqsad qilgan bo'lsa edi, qavmi uni xuddi İsa alayhissalom bilan Muhammad alayhissalomni suiqasdchi qavmlar tutanmagandek tutanmagan yoki yomg'ir yig'ib o't o'chib qolgan sabablar bilanmi uni qutqiza oladi. Agar İbrahim alayhissalom qichib qutulgan yoki yomg'ir yig'ib o't o'chib qolgan bo'lsa edi, qavmi agar biz İbrahimni tuta olgan bo'lsak, albatta ilohlarimiz uningdan intiqom olgan va o't o'chib qolmagan bo'lsa, albatta ko'ydirilgan bo'ladi deb ko'ranglashi mumkin edi. Ammo yolqinlab turgan o't o'ziga tashlangan İbrahim alayhissalomni ko'ydirilmadi. Ular cho'qingan ilohlar uni jazolayolmadi. Natijada ular ilohlarimiz deb cho'qingan butlarning birovga foyda yoki ziyon yetkazolmaydigan, hatto o'zlarini ziyon zahmatlardan qo'g'diyolmaydigan haykallar ekanligini o'z ko'zlari bilan ko'rdi. Musa alayhissalom Alloh taoloning Hasan bilan dengizga ur degan amriga asosan Hasi bilan urib edi. Dengiz suvi xuddi ikki cho'ng tog'dek ikki tarafga ayrilib, o'ttirdan yo'l hosil bo'ldi. Suning bundoq bo'lishi uning qonuniyatiga zid bir ish. Lekin mo'jiza uni shunday qila oladi. Bu Musa alayhissalomning xosiyatlik Hasining karomati emas, balki u orqada Fir'avn qo'shinlari oldida poyonsiz dengizdan iborat ikkisining o'ttirsida qilib, qutulishning insoniy choralari butunlay tugagan bir vaqtda to'liq umidvorlik bilan ishning chorasini Alloh taologa topshirgan edi. Shunga uning qavmi biz amdi tugashdik deganda u aslo undoq bo'lmaydi. Rabbimiz cho'qim men bilan billadir. U menga yo'l ko'rsatdi degan so'zni to'liq ishonch va xotirjamlik bilan aytish orqali qutulish ishining insoniy sabablardan Alloh taoloning qudratiga yetganligini jakorlagan edi. Payg'ambarlarga berilgan mo'jizalar xarakter jihatda o'xshash bo'lmagandek, qimmat jihatdami o'xshash bo'lmagan. Masalan, Muhammad alayhissalomdan boshqa butun payg'ambarlarning mo'jizalari moddiy mo'jizalar bo'lib, shu vaqtda uni ko'rganlar qoyil bo'lib ishonadigan, uni ko'rmagan keyingilar uchun tarix yoki qissa o'rnida bo'lib qolganlikdan xohlaganlar ishinib, xohlaganlar ishonmaydigan ishlardir. Ammo Muhammad alayhissalomning mo'jizasi bo'lgan Qur'oni Karim zamonlarning o'tishi bilan kuchini yo'qotmaydigan mangulik ma'naviy mo'jizadir. Qur'oni Karim hammaliyada bor. Uni har kim mana bu Muhammad alayhissalomning mo'jizasidir deb ko'rsatib bera oladi. Burunqi payg'ambarlarning mo'jizalariga nazar solganimizda, ularning Alloh taoloning shu vaqtda ro'yobga chiqargan ishlari ekanligini,
Qur'oni Karimning Alloh taolaning sifatlaridan kalam sifati ekanligini bayqaymiz. Ish harakat bir yoki bir qancha qitim takrorlanib oxirlashadi. Bu xuddi o't Ibrohim alayhissalom tashlangan vaqtda uni ko'ydirmagan bo'lsa-mu, keyin yana o'zining asli xususiyatiga qaytganligi bilan Musa alayhissalom o'tganda yerilgan dengiz suyining keyin yana asli xususiyatiga qaytganiga o'xshash. Ammo sifat uning egisi mavjud bo'lib turgan muddatgacha uning bilan hamisha birga davomlashadi. Bu xuddi Alloh taolaning kalam sifatining uning bilan mangu davomlashganiga o'xshash. Qur'oni Karimning burunqi payg'ambarlarning mo'jizalaridan farqlanib turadigan yana bir tarafi shuki, har qanday bir payg'ambarning mo'jizasi ayrim va dasturi ayrim edi. Masalan, Musa alayhissalomning mo'jizasi hosi bo'lsa, dasturi Tavrat edi. Isa alayhissalomning mo'jizasi meditsina bo'lsa, dasturi Injil edi. Ammo Muhammad alayhissalomning mo'jizasi uning dasturining o'zidir. Bu Qur'oni Karimdan iborat ulug' dasturning mo'jizi bilan qo'g'dilib, mangu davomlashishi va mo'jizining dasturida hamisha bo'lishi uchun edi. Buningdan ma'lumki, burunqi payg'ambarlarning kitoblari shu payg'ambarlarning ummatlariga omonat qilingan va ular kitoblarini ching saqlashga amr qilingan. Ammo Qur'oni Karimni saqlash, uni o'zgartish va burmilashlardan qo'g'dash ishini Alloh taolo o'z ustiga olgan. Qur'onni haqiqatan biz tushirdik va uni albatta o'zimiz qo'g'daymiz degan oyat buni ifodalaydi. Sura Hijr 9-oyat. Nima uchun shundoq? Chunki birinchidan Qur'oni Karim to qiyomatgacha mangulik jonliq mo'jizadir. U mo'jiza bo'lgan ekan, uning tekstlari o'z beticha saqlanishi kerak. Undaq bo'lmaganda uning mo'jizaligi yo'qolgan bo'ladi. Ikkinchidan, burunqilar samoviy kitoblarni qo'g'dashda ojizlik qildi. Ular muqaddas kitoblarning ba'zisini unutdi, ba'zisini burmiladi, ba'zisini xalqdan yushirdi. Shunda qilib bu omonatlarga xiyonat qildi. Shu sababdan Alloh taolo Qur'oni Karimdan iborat eng oxirgi va mangulik dasturni qo'g'dash ishini o'z ustiga oldi. Biz musulmonlarning Qur'oni Karimni qo'g'dash va uning ko'rsatmalariga amal qilish ahvoliga nazar soladigan bo'lsak, Qur'oni Karimning ko'rsatmalariga amal qilish ishining zamon o'tgan sari ojizlab berayotganligini va uni qo'g'dash ishining zamon uzurishi bilan kuchayib kelayotganligini ko'ramiz. Bu nimadan derak beradi? Shubhisizki Qur'oni Karimni qo'g'dash ishining Alloh taoloning qo'lida ekanligidan derak beradi. Shunga Qur'oni Karimni musulmonlar orasida emas, balki dunyoning har qaysi joylarida musulmon emas qavmlar orasida topqili bo'lganidek, musulmon emaslarning uni qo'g'dab va nashr qilib kelayotganligini ko'ramiz. Nima uchun Yaponiya, Italiya va boshqa musulmon bo'lmagan davlatlar Qur'oni Karimni eng esil va eng sifatli nashr qilish uchun shuncha ko'p xarajat chiqaradi? Nima uchun Germaniyalik musulmon emas bir shaxs Qur'oni Karimni husn xat bilan bir betga sig'dirib chiqishga oldiraydi? Nima uchun Qur'oni Karimni nashr qiladigan musulmon emas millatlar o'zlarining muqaddas kitoblarini o'zgartganidek Qur'oni Karimni bir harfiga chog'liq o'zgartirmaydi? Chunki Alloh taolo Qur'oni Karimni shundoq qo'g'dashni xohlaydi va u insonlarni shundoq qildirish, Qur'oni Karimga ixtiyorsiz xizmat qildirish orqali Qur'oni Karimni Alloh taolo o'zi qo'g'dab kelayotganligini dalillaydi. Buningdan ma'lumki, Qur'oni Karimni qo'g'daydigani musulmonlar emas, balki Alloh taoloning o'zidir.